Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bugungi suhbatimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiy to'g'risida. U esa Abu Hurayra roziyallohu anhu. Ismlari Abdurrahman ibn Saxr. Daws qabilasidan bo'lganlar, Yaman tomondan. Xaybar fathidan keyin islomga kirganlar. Hijratning 7-chisi. Ya'ni payg'ambarimiz bilan taqriban 4 yilcha birga mulozama qilganlar. Alloh subhanahu va taologa duo qilganlar, zehnim kuchaytir deb Alloh taolo duosini ijobat qilib, payg'ambarimizdan eng ko'p hadis rivoyat qilganlardan biri bo'lganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhu kambag'al sahobalardan hisoblanadi. U zot suffa ahllaridan biri bo'lgan. Suffa ahllari kimlar? Masjidda yashaydiganlar, uylari yo'q sahobalar. Abu Hurayra roziyallohu anhu juda ham ibodatli bo'lgan. Kechani 3 ga bo'lar edilar. Bir qismida uxlardilar, yana bir qismida tahajjud o'qardilar. 3-qismida esa Allohni zikr qilar edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu 5000 tadan ko'p hadis rivoyat qilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhudan 800 tadan ko'p odam rivoyat qilgan hadisni. Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimizdan keyin taqriban 50 yilcha yashaganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhuni Umar roziyallohu anhu vali qilib Bahraynga amir qilib tayinlaganlar va u joyda ham amirlik qilganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhuni Muaviya roziyallohu anhu Madinaga ham vali qilib amir qilganlar, Madinada ham amirlik qilganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhu hijratning 59-sanasida Madinada vafot qilganlar.